Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ro. Avtori Ahad Turdi. 8-bob. Lahor turmusida. 1. Atxon texicha xuddi qara bosqandek xiyoliy tuyg'uda edi. Heliqi kuni nima ish bo'lganligini u aran eslaydi. Peshin namozidan kiyinib, doktorxonaga ketayotgan yo'lda go'yo yerdan ungandek ikki saqchi paydo bo'lib, qo'liga ko'zi solganda atxon qo'rqqanidan hushidan ketgili tas qoldi. O'ngi qara, qo'llari yungluq, ko'rinishi surlik, harakati qo'pol bu saqchilar shu chaqda uning ko'ziga bayni dozoqning ishik baqarlaridek vahimalik ko'rinib ketgan edi. Ular atxonni bir abjaq mashinaga silib, tar, qarang'u, qistan yerlardan o'tkazib, tömür ishiklik bir uyga ittirib kirgizibdi. Atxon bir parcha bo'rdan boshqa hech narsa yo'q mana shu sisiq, paskina uyda savol so'roqsiz 3 kun yotdi. Bu 3 kun uning hayotidagi eng uzoq, eng notvan, eng zulmatlik 3 kun bo'ldi. Atxonning ko'zidan yosh qo'rimidi. U har qancha qilibmi bu ishning rostligiga o'zini ishondira olmaydi. Shu yishig'icha poklik, halollik va yavaşlık bilan yashab kelgan bu odam uchun o'zi tuyuqsiz duch kelgan bu baxtsizlik hargiz reallik emas, balki bir tush, qabohatlik tush edi. Atxon ig'ir jarohatlangan ko'nglining bir yerlarida bu qo'rqinchli tushdan o'ygansila aslimga qaytib kelaman degan fikrlarni xira-shira o'ylaydi. Lekin shafqatsiz reallik hamon o'zining so'g'uq va qattiq iskanjisi bilan Atxonni erkinlikdan, nur va haroratdan mahrum qilib, uni yana qismoqda, qiynamoqda edi. 3 kundan keyin Atxonning qo'liga zanjirlik ko'yza silindi. Ko'yzaga chetilgan zanjir 3 metrda kelatdi. Saqchi ana shu zanjir bilan uni so'rab mang'atdi. Atxonni ikki saqchi yana bir yerga ilib mangdi. Atxon ularning o'zaro qilishgan paranglaridan jaj degan gaplarni angladi va keyin jay degan gapning qozxona ekanligini tushundi. Uni ana shu yerga ilib keldi. Bu yer ishxona qiyofatidagi so'roqxona edi. Bu yerda bir necha odamlar bilan billa puchsiga qimiz shilvar, beshiga siriq pagri kiygan simiz, saqalliq birsi to'rda gediyib o'ltiratdi. Atxonni ilib kelgan saqchilarning biri saqalliq qoziga bir parcha materialni sundi. Ordocha bu materialda pash qilinishicha, bu odam nasha atkaschisi, Qashqardan maxfiy nasha yo'tkab, Giligit, Kanjut qatorliq joylarda satgan, tutib turib tekshirildi degan gunoh yozilgan edi. Lekin Atxon o'ziga ortilgan bu gunohlarni qilcha bilmaydi. Hiliqi saqalliq qozi materialni ko'rib bo'lib, Atxonning beshidan oyog'igacha so'g'uq nazar bilan qaradi. Ondan qo'pol ovozda bir narsalarni dedi. Atxon uning nima deganligini tushunmay, angvaqib turib qoldi. Keyin birarsidan nijotlik kutgandek atrofidagilarga talmurib, mo'ldirlab qaradi. Lekin bu yerdagilarning hammasi talati so'rin, qo'pol va aldirash odamlar edi. Qozi amdi naxushlik bilan qo'lini silkib qo'yib, heliqi saqchiga bir narsalarni devidi. U Atxonga bigiz qo'lini shiltib turib, og'ziga tegmay bir narsalarni deb ketdi. Shu gaplardan keyin qozi hiliqi materialga yo'g'on bir tamg'ini vaqtida bastida "Ayda" deb vaqirdi. Mana shu bir tamg'a va bir eg'iz gap bilan Atxonning taqdiri yangiboshdan belgilandi. Qabohatlik tush, qabohatlik reallikqa aylandi. Atxonning 3 kundan beri Xudoga nola qilib o'ziga tasalli berib, bu bir xushmaslik, ular meni xato tutdi, Alloh hammani o'ngshaydi degan umidlarimi ko'pikdek yo'qqa chiqdi. Shu kunala Atxonni Ravalpindidan 200 necha kilometr yiroqlikdagi mashhur Lahor turmusiga yo'tkidi. Bu burundan turma tugul, saqchining soyasini ko'rsa urkadigan bu taqvodor odam mana bugun yiroq, yot bir yurtda begona odamlarning qo'lida ko'za kishanlarga band bo'lib, ig'ir mahbuslik turmushini beshdan kechiryotdi. Bu baxtsizlikning bundaq tuyuqsiz va modishlik bilan yuz berganligidan Atxon qattiq azoblandi.
u o'g'li Akbarning shu kunlardagi yolg'izlik va g'ariblikda o'tkazayotgan sarsona kunlarini o'ylasa, o'z beshiga kelgan bu echinishli kulfatlarni unutib ketadi. Bundaq nom nishoni yo'q sirliq ayrilish o'g'li uchun ko'tirib qo'rqisiz azob oqibat bo'lganligini, bundaq tuyuqsiz zarbiga har qanday go'dak qalbning bardashlik berolmaydiganligini Atxon tushunadi. Hozir uning azobli qalbiga azroq dal bo'layotgan narsa Elimshahning Akbarga hamroh bo'lib turayotganligi edi. Elimshah uning nazarida mardlik, qaysarlik va fidokorlikning simvoli edi. Atxon o'tganki uzun jafoliq safar jarayonida Elimshahning ishonchli himoyachi va vafodor hamroh ekanligini ko'rib yetgan edi. Shunga uni o'z qarindishdek ixlos bilan yaxshi ko'rib qolgan edi. Atxonning tajribasidan qaraganda, bundaq odamlar garchi nodon, talva bo'lsa-mu, lekin ulardan vafo, sadoqat keladi. Atxon yolg'iz qolgan o'g'lini nurg'un duo tilovatlar bilan avval Xudo, ondan qolsa Elimshahga topshirib, shuningdan o'ziga oz to'la tasalli topdi. Lahor turmisi haqiqatan hayvatlik, surlik, puxta turma edi. Odam yotadigan uylar yerning ostig'iroq tushib ketadi. Tam to'rislari taxta to'mir bilan yasalg'achqa, sovuq ham qattiq edi. Sezqichilik, paskanchilik besib ketgan bu uylarda chashqon, paqa, suvarak, pit, burga degandek narsalar xohlagancha o'ynashib, sakrishib yuradi. Atxonni 3-kamerga soladi. Bu kamerda Atxondan boshqa yana 4 odam bor edi. Kiyimlari juldur, sochlari o'sib changilishib ketgan, chiroyi tatrang'u, mijozi chochqun bu odamlar Atxonga beparvolik bilan mundaqla qarab qo'yishdi. Ularning bu qarshidan "Sanmo bizga o'xshash jinoyatchi tutqun. Bu yerga mana shundoq baxt qara, sho'r peshonalar kirib chiqib turadi" degandek ma'nolarni tushungili bo'ladi. Atxon shu kuni kechicha kirib qaqmay yig'lab chiqdi. Atsi Gundupay bergan bir qacha mashliq umachqa qarab o'ltirib yana yig'ladi. Shu chog'da uning quloqiga go'yo arishdan tushgan farishtalarning shivirlagan ovozdek yiqimliq tonush bir ovoz anglandi. "Yig'lamang aka, nimaga yig'laysiz? Yig'laganning foydasi yo'q." Atxon yig'idan chippeta to'xtab yiniga qaradi. O'ng tarafida o'ziga qarab kulimsirab, Uyg'ur tilida yamidab gap qilib turgan illiq bir chiroyni ko'rib, hayajondan yuragi sho'rrida erib ketgandek bo'ldi. "Tanishib qo'yayli aka, mening ismim Shermilang. Avu qaysib yotgani mening inim bo'ladi. İsmi Seyitmilang." Bundaq zulmat ichida tasodifiy paydo bo'lgan bu yiqimliq so'z va issiq chiroy shu topda Atxonga bir daqiqa bo'lsa-mu, bu mudhish yer bilan butun vujudini qarmab olgan azobni unutildirib, uning so'g'uq ko'ngliga do'stlik mehri bilan hayot lazzatini tetitdi. Atxon amdi tunji qitim beshini ko'tarib atrofiga qaradi, lekin u yanala yotsirab, andikib turg'achqa xuddi onasini topolmagan mozaydek ko'zlarini chekchaytib alanglab qaraydi. Yangi tonush, yangi turmush ana shundoq boshlandi. Atxon Akufka, Shermilang, Seyitmilanglar bilan tezla chiqishib, ularning tegi taktinimi bilib yetdi. Amdila 20 necha yoshga kirgan bastlik, so'latlik bu yigitlar shu turqada bayni 30 necha yoshlik kasalman odamga aylanib qolgan edi. Lekin ularning ruhi yanala ustun edi. Umidvor, jo'shqinligi ko'zlaridan yoshlik nuridan chaqnab turadi. Ularning dadisi Xushalxon Ravalpindida yashaydigan töven darajalik bir diplomatiya xodimi edi. Bu odam milodiya 1930-yilning oxiridan 1940-yilning 5-gacha Pokistonning Qashqarda turishliq vakolatxonasida ishlagan edi. Shu chog'da 10 necha yoshlik Shermilang bilan Seyitmilangmu dadisi bilan billa Qashqarda turgan edi. Ular hamisha konsulxona atrofidagi o'z dematlik Uyg'ur bolalari bilan aralashib o'ynaydi. Keyin hatto ular bilan ibtidoiy maktabda 1,5 yil billa o'qib, Uyg'ur tili yoziqini xili obdan o'rganib olgan va Qashqardami o'z ona yurtida yaxshi ko'rib qolgan edi. 1945-yilning 5-ida dadisi jiddiy uqtirish bilan vatanga qaytdi.
aka-uka ikkalanmu dadisi bilan Pokistonga qaytib kelib, tijorat bilan shug'ullanishga boshladi. Ular o'tgan yili savdo ishi bilan Karachiga ketayotgan yo'lda bir bulangchiga uchrab, ikkisi o'zini qo'g'dash jarayonida bulangchiga pichoq tiqib o'ldirib qo'ydi. Gerçi bu yo'lliq qo'g'danish xarakteridagi savanlik jinoyati bo'lsa-mu, lekin odam o'lib, xun da'vosi bo'lg'achqa Shermilangni 10 yillik, Seyit Milangni 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Shundaq qilib, aka-uka ikkimiz qotil bo'lib qoldik, dedi Shermilang o'ksingan holda Atxonga qarab. Bizg'o mayli, nima degan bilan qo'limizda odam o'lib, xunxo'r ataldik, lekin sizlarga bak uvol bo'pti-ku. Oq qarasini ayırmay, bunda qamab qo'ysa qandaq bo'ladi? Hozir hukumatning oq qarini ayirg'idek cho'lisi nada aka? Dedi Seyit Milang zarda bilan. O'rnini o'g'ri ap ketmay joyida tursa, shuningga xushal bo'lib yurayveradi. Aka-uka ikkalanning ichkuyarlik bilan qilgan esdashlik so'zlari azroq bo'lsa-mu, Atxonning miskin ko'ngliga malham bo'ldi. Hammani ko'rib turg'ichi Xudo bor, dedi u yana shu taqvodorligi bilan tartib. Bandiga mushkul tuyulgan ish uning uchun oson. Kunlar o'tgan sari Atxonning turmidoshlari, sirdoshlari ko'paydi. U Qur'onni yaxshi o'qiydi. Nafsi issiq, talaffuzi ochiq va ravon edi. Atxon har qatim kamir oldiga silingan bora ustida namoz o'qib, Qur'on qiroat qilganda turmidoshlari ixtiyorsiz holda uning atrofiga to'planadigan, uningga iqtido qilib namoz o'qiydigan, uning qiroatlarini zan qo'yib, mabtunlik bilan anglaydigan bo'lib qoldi. Bu xil ishonch va hurmat asta-asta Atxonni turmidoshlariga texmo yaqinlashtirdi. Ular o'ylaridan kelgan narsalarni Atxon bilan tang yeydigan, hech qanday narsani uningdan aymaydigan, amgaklarga chiqqanda uni ig'ir ishlarga salmaydigan bo'lishdi. Atxon bu yerda Abdulla Saray ismli bir turk bilan tanishdi. U atkazchilik bilan tutilib 5 yildan beri mushu yerda ekan. Heliqi turkning bakmo chiroyli qo'l hunari bor edi. U hamisha bekor turmay erlar kiydigan zar do'ppa to'qaydi. Ko'k zar yipta gul chiqarib, siriq kalvutun yipta to'qiladigan bu nepiz do'ppa bakmo ko'rkam va nafs edi. Heliqi turk mundaq do'ppadan 2 kunda birini to'qaydi. Uning ilmak yangi tutgan qo'llari shundaq chivar ham yengil ediki, qarab o'ltirgan odamga go'yo oddiy shapaq do'ppa emas, balki esil bir san'at bo'yimi ishlayotgandek huzurliq tuyg'u beradi. U ashundaq do'ppadan birini to'qib, Atxonga kaydirib qo'ydi va iftixor bilan mundaq dedi: "Agar men mushu ishni qilmagan bo'lsam, bu chaqqicha saram bo'lib qolatdim. Bu yerga kirib uzoq o'tmay bir panjablikdan mushundaq do'ppi to'qishni o'rgandim. Bu ish mening hayotimni saqlab qoldi. Hozir haftada 4-5 ni to'qiyman. Mushu yerdan ilib chiqib ketadigan xaridorlarim bor. Kerakli narsalarni mo ashular akirib beradi." Atxon garchi turmidoshlarining hurmatiga, ishonchiga va himoyasiga erishib turma hayotini ancha qiynalmay o'tkazayotgan bo'lsa-mu, lekin turma hamon uningga bu dunyodagi ko'hi qopdek bilinib, o'zini azob va xo'rliq tuyg'usidan zodi qutuldira olmadi. Atxon har qitim to'mir qafaslarga solangan ashu odamlarni ko'rsa, yuragi ichishib, ko'ziga yosh keladi. Bundaq to'mir qafaslar kamir oraliqidagi yo'llarda xili ko'p edi. Uningga o'lim jazosi hukm qilingan mahbuslar solanadi. Qafasda mukchiyib, hayvondan battar qiyin holatda turgan bu odamlarning choch soqollari o'sgan, kiyimlari juldur kepan, ko'zlaridan hayotlik nuri o'chib, chiroyidan umr bo'yi xushallik ko'rmagandek bir xil echinishlik mung-zar chiqib turadi. Ular cho'ng kichik taratni ashu qafasning ostidagi sapal qachiga qiladi va mushu jon qaqshatquchi to'mir ramka ichida darg'a esilib o'lish navbatini kutib yotadi. Inson bolasi beshiga kelgan bu echinishli qismat Atxonning qalbiga zodi sig'madi. U har qancha qilibmi bundaq yovuzlik, shafqatsizlik bilan qonun ijro qilishni kalisidan o'tkazolmadi. Atxonning qarashicha bu odamlarni qafasda yotqizib bundaq qiynog'icha
bir yo'lala darg'a esib jinni olgan tuzuk edi. Bu yerda jinoyatchini jinoyatchi boshqaratdi. Nimbardor deb atilgan seriq posmiliq, qizil posmiliq va ko'k posmiliq jinoyatchilar bor edi. Seriq posma kiyganlar 30 yil kesilganlar ichidagi quloq kaslar bo'lib, ular o'zidan tuvan kesilgan jinoyatchilarni boshqaratdi. Qizil posma kiyganlar 20 yil kesilganlar ichidagi sayoqlar bo'lib, ularmu ma'lum doirada odam boshqaratdi. Ko'k posma kiyganlar bo'lsa, ashu yuqorqi ikki xilning ichidan tanlab olgan chaparmanlar bo'lib, ular seriq va qizil posma kiyganlarni boshqaratdi. O'zi jinoyatchi turib, yana jinoyatchilarni boshqarish huquqiga erishib qolgan bu nodon talbilar xuddi eshakka hunarni ko'rsatdisa, angrab beribdi deganda har qanday ishni chekidan oshirib o'tadi. Qo'lidagi kaltaklarini hamisha ashu bechora mahbuslarning beshida rahimsizlarcha o'ynatadi. Bir kuni kaltak ko'targan bir nimbardor Atxon yotgan kamerga kirib, uni xala tozlashga ilib chiqmoqchi bo'ldi. Atxon o'rnidan turib, nimbardorning orqasidan agishib mamoqchi bo'ldi. Shermilang uni to'xtatib, "Heliqi seriq posmiliq nimbardorga mundaq dedi: "Bu odamni xala tozlatma. Buning o'rniga men berib tozlay." "Nimishqa?" so'radi nimbardor ko'zlarini olaytib. "Bu degan mehmon. Turmada mehmon nimish qiladi? Bu degan chet ellik. Bizga mehmon bo'lmay nima? Men cho'qim mushuni ilib chiqaman," dedi nimbardor ko'ranglik bilan. "Qandoq? Gaping bormi?" "Yo'q, buni ilib chiqmaysan," dedi Shermilangmi jahillik bilan. "Buning o'rniga men chiqaman." Nimbardor Atxonni "Mang" deb qo'lidagi kaltak bilan dushkalidi. Atxon ikki o'tirida jidal chiqib, birer ko'ngilsizlik yuz berib qolmasin deb o'ylab, yavaşlık bilan nimbardorning oldiga tushib mandi. Lekin Shermilang yana bo'ldi qilmadi. Erka va g'ururliq o'sgan bu yigit o'ziga o'xshash bir jinoyatchining beshidagi posmaga tayinib, odam bo'za qilishiga chidab turolmadi. "To'xtasizlar Atxon aka," dedi u, Atxonning oldini to'sib. "Bu g'alcha niman chadidan oshidi? Xala tozaydigan ishni kim qilsa bo'lmadimi?" "Ukam Shermilang," dedi Atxon yiningandek uning qo'lini tutib. "Bo'ldi, o'zim chiqay. Ish deganning yaxshi yomoni yo'q. Yana meni deb aranglarda arazlik bo'lib qolmasin." "Yo'q, hech ish bo'lmaydi, Atxon aka," dedi Shermilang turkunlik bilan. "Men chiqaman dedim, chiqaman. Gapmi ig'izdan chiqadi, jonmi ig'izdan." Lekin nimbardormi jahillik qildi. "Sen chiqmaysan, ashu chiqadi." "U chiqmaydi, men chiqaman. Qanday qilsan?" Gap avadi. Avi g'ansiri qo'pollashdi. Har ikkisining alfazidan bir qapas ilishdiganligi chiqib turadi. Nimbardor qo'lidagi kaltakni shiltibdi. Shermilang uni tortib olib sundirib etdi. Nimbardor ochiqiga paylamay uningga tashlandi. Lekin Shermilangga teng kelolmay 2-3 mushtni ortiq yeb ketdi. Og'zi burni qanab, ola tag'il varqirashqa boshladi. Uning ovozini anglagan bir gundupay pushtak chaldi. Bir saqchi bilan bir necha seriq qizil posmiliqlar yugurib keldi. Ular Shermilangni bosmadab tutib, turma ishxonasi tarafga ilib ketdi. Turma hayotida har qachon jazoga tortilish xavfi bor edi. Yaxshilik va yomonlikni bilib olish tez edi. Kishi o'z beshiga keladigan balo qazo yoki baxt saodatni oldin tasavvur qila olmaydi. Bu so'zni turmada nihoyat oson tushunib yetkilib bo'ladi. Ehtiyot qilmasa balo qazo so'ngishdan marabla turadi. Atxonning ansirgan ishi oxiri yuz berdi. Gundupaylar Shermilangni savol so'roq qildi. Qattiq urdi. Oxir hushidan ketganda kamerga akilib tashlab qo'ydi. Uning dumbisi qamchining izi bilan shalvarab ketgan edi. Atxon Shermilangning beshini silab quchqiga oldi. O'zi uchun dard chekkan bu oq ko'ngil mardona yigitning tayoq azobida zaif ingrayotganligini anglab, ich-ichidan pushlanib ketdi. Atxon alam va xo'rliqqa chidamay bir tutam qo'yuq soqolini kimgadir xaplab qamalladi. O'zimi sezmagan holda soqollari piris yo'lindi. Lekin u og'riqni sezmadi. "Ah xudo," deb nola qildi. Atxon oxir ko'z yoshini ichiga singirib,
men sana kishining haqqidan qo'rqib, yomon ishdan farz qilib, halollik bilan 50 yil bandichilik qildim. Hala bu kunga kelganda Iroq yaqin yurtda mushundaq azob, kulfatlarni tortishmo sening irodangmi? Ey karamli Xudo, daraxtni yiltizi bilan yaratding. Lekin bandalaringning yiltizi o'z qo'lingda turibdi. Sen o'z himmating va karomating bilan bizni bu azob xo'rliqlardan qutuldirgin. O'zingga tevindim. Allah, o'zingdan boshqa panohim yo'q. Yig'ilgan ko'zimizga yosh, yeydigan og'zimizga osh ber Allah. Bandining qo'lida xor qilma Allah. Eriqda suv qilib oqtur, osmonda g'oz qilib uchur Allah. U ana shundoq bechora holatda Xudodan inoyat tilab, ko'zlariga yosh oldi. O'zimo sezmagan holda ko'zidan taramlab oqqan yosh behush yotgan Shermilaning so'lg'un yuziga tushdi. Ikkinchi, ota bola ikkalan 23 kunlik ig'ir judolikdan keyin mana bugun to'limu ta'sda qalin sim to'saqning ikki tarafida turib ko'rishdi. Har ikkisi o'zini basolmay yig'ladi. Yig'lagandimi bu qulda ezilib uzoq yig'ladi. Dada, bu zodi nemish? Dedi Akbar yig'idan to'xtagandan keyin esadab turib. Uning og'zi gapga kelmay, lavlari pirib-pirib uchatdi. Bu dunyoda nohaq ishlar nim degan ko'p. Balam, haq degan birla Allohga xos, dedi Atxon o'g'lining ko'ngliga tasalli berib. Allohdan boshqasi yo undoq, yo bundoq nohaqchilik qiladi. Akbar ko'zidagi yoshlarni surtib, dadasini qonug'ida ko'rilish uchun uningga sapsilib qaradi-yu, yana ko'ngli buzildi. Chunki dadasining soch soqollari o'sib, rangi ro'yi tatirib, burunqi kelishgan qomatlik xushxo'y turqidan asarmu qolmagan edi. Demisimi, bu kunlarda u xilina yadigan qanshiri ko'tarilib, ikki qo'zi shippida cho'kkan edi. Balam, eshak saqmi? So'radi Atxon kutilmaganda. Holidan xabar elib turgansan? Eshakni setibetdim dada, dedi Akbar parvosizlik bilan. Baqqili bo'lmadi, bir panjablik bidik ilib ketdi. Nima? Setibetdim? Atxonning ovozi titrab, chiroyi oqirib ketdi. Nim bo'ldi dada? Akbar g'olqib so'radi. Chiroying g'alati bo'lib ketdi-ku. Uchidiqni bermagansan? Atxonning ovozida ham aloqzodilik, ham oz-to'la tanbih bor edi. Berdim dada, dedi Akbar dadasining buncha bearam bo'lishining sababini tushunmay. Eshak bilan billa ilib ketdi. Ha? Ilib ketdi? Atxon shu gaplarni qilib o'tib, demi ichiga tushib ketdi va put-qo'li bo'shib, turgan yerida pukilinib qoldi. U xuddi birisi komshiriga tuyuqsiz kalla urgandek aylanib ketgan edi. Akbar, dada, sana nim bo'ldi? Deginicha varqirab, sim to'saqni qo'llari bilan tirnalab ketdi. Lekin Atxondan sado chiqmadi. Ikki gundupay uni so'rab kamerga akirib ketdi. Akbar sirtda yig'ilganicha dod faryod chekib qoldi. Agar shu peti turaversa, u hushidan ketishi mumkin edi. Shunga Akbarni o'zi bilan billa kelgan hamroyi qo'lidan yetilab turmaga yaqin yerdagi kichik bir saroyga ilib ketdi. Akbarning Lahorga kelib dadasi bilan ko'rishishi osonga tushmadi. Baxtarxon alli kimlarga yilinib yolvorib, bir necha kun deganda saqchi idorasidagi tonishi orqali yo'l xati va tonishtirish ilib berdi. Ondan Yahya xo'ja oshxonasidan bir shogird bolani ajratib, uningga hamroh qilib qo'shdi va dadasi uchun bir muncha yemak-ichmak tayyorlab berdi. Bu ikkalan poyezdda bir kecha kunduz yo'l yurib Lahorga keldi va bu turmini nihoyat ta'sda izlab so'rab topgan edi. Mana shunda qiyin va mushkullik ichida ko'rishgan ota-bola ko'rishibla dardga mubtalo bo'ldi. Akbar dadasining nima uchun eshakning setilib ketganligini anglabla hushidan ketganligining sababini tushunmay qiynaladi. Atxon bo'lsa xuddi birisi yurkining bir partisini sug'urib olgandek nimjon holatda jon talishayotdi. Hozir uningga hayotning, dunyoning hech qanday qimmati qolmagandek edi. Erkidin, izzat hurmatidan va barliq mol dunyosidan ayrilgan odam
ba'ayni balo qazodan yonmaydigan tilsiz hayvonga aylanadi. Shu topda Atxon ashundaq holatga kelgan edi. Yurakidagi alam, g'azab va umidsizlik uni hech nimadan yonmaydigan bir talva turgunga aylantirib qo'ygan edi. Atxon amdi yashashdan o'limni afzal ko'rdi. Hech narsa yo'q, quruq iskeletga aylanib qolgan bundaq issiq jonni davomliq saqlab turishning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Chunki u ashu o'g'li setivatgan uchilik bilan billa qutlug' haj safari uchun tayyorlagan barliq dunyosidan ayrildi. Atxon Qashqardan yo'lga chiqadigan chog'da ashu alohida bo'rtib tik turgan gilam uchilikning orasiga 10 so'mlikdan 30 tillani yoshirib tikivatgan edi. Bu uning barligi, hayoti va ota-bola ikkalanni haj qildirib yana o'z yurtiga omon eson opirib qo'ydigan tangdashsiz angushtari edi. Bu angushtar bo'lmasa, hech ish vujudga chiqmaydi. Hatto och yalang'ochlikdan qadrsiz qurut qo'ng'izlardek o'lib qilishi mumkin edi. Shunga u ustlab kelayotgan bu azoblardan bir kun bo'lsa-mu burunroq qutulish uchun o'limni afzal ko'rdi. O'lish kerak. O'lim yaxshi nijotlik yo'li. Odam deganning bu dunyodagi umri yozdagi barang, kuzdagi g'azandaklar ish. Haqiqiy umr, abadiy hayot bu dunyoda. Fani olam insonlar uchun sinov maydoni, vaqtlik tirikchilik so'rini. Shuning uchun Alloh taolo boqiy olamni mangulik qarorgoh deb iroda qilgan. Lekin o'lman debla o'lgili bo'lmaydi. Jon xili chin yerda edi. Qanday qilish kerak? Turmining tumir tomlariga usib o'lish kerakmi? Yoki avu qafasdagi mahbuslar uchun tayyorlagan darga yo'shirincha berib esilish kerakmi? Lekin Atxon yana o'ylanib qoldi. U o'lsa Akbar qanday qiladi? O'g'u bu azoblardan o'libla bir o'lim bilanla qutular. Ammo Akbarni bu yurt yurtda boshpanasiz, xorliq zarliqda tashlab ketsa, uning azobi kimga bo'ladi? Akbar amdila 16 yoshga kirgan sabiy bola. Uningmi bu dunyoning rohatini, xo'vliqini ko'rish huquqi, xuddi dadasiga o'xshash uy o'choqliq bo'lib, farzand ko'rib, ota bovisidan hayotlik shamini uzildirmay yondirish majburiyati bor emasmi? Atxon shularni o'ylab yana ko'ngli buzildi. Umu boshqa otalarga o'xshash o'z farzandining yetim, baxtsiz va xarzor bo'lib qilishini xohlamaydi. Shu chog'da Atxonning ko'z oldida avu temir qafasda o'lim navbatini kutib yotgan sho'r peshona mahbuslarning hayotga, yo'riqlikqa va yashashga bo'lgan intilishlari gavdalanib, birdilla o'zining o'lim to'g'risidagi xiyollaridan saskangandek bo'ldi. O'limi muqarrarlashib qolgan ashu odamlar chig'ida yenidan har qanday birisi o'tsa ularni to'g'lab gap qilib, ular bilan nima to'g'risindir so'zlashishni, muңdishishni o'ylaydi. Bu hol Atxonga dastlab g'alati tuyulgan bo'lsa-mu, keyin ularning mushu yo'l bilan hayotga, yashashga intilayotganligini, hayotlikni o'limdan yaxshi ko'radiganligini, bir kun bo'lsa-mu bu dunyoda odamdek yashashni orzu qiladiganligini tushungan edi. Demismi, hayotning tamom lazzatlaridan mahrum bo'lib, butunlay azob oqibatga mubtalo bo'lgan odammu o'limdan ko'ra yashashni afzal ko'radi. Chunki o'lim yo'qlik, zulmat ichidagi bo'sh narsa. Bu dunyoda hayotlikning go'zalligiga, kuch-qudratiga va jalbkorligiga yetadigan narsa bormi? Eng yavash, tilsiz qo'y chig'ida bo'g'izlayman desang shiddat bilan put etib qarshilik qiladi. Qarniga pichoq tekkandan keyinmi kipirlab tortishidi. U zodi nimaga tortishidi? Umu o'limdan yashashni afzal ko'radi. Bahorga, yeshil cho'plarga, o'ynoq suvlarga tortishidi. Hatto qilin qor besib yeshillik tugigan, hayotlik tiniqi uzilgan zimiston qishlardimi u yana yashashga intiladi. Aman bir kuni qaqas tog'larning bahorga, yeshillikqa purkindiganligini bilib, chidam bilan kutadi. Darvaqa, hayot yo'lining agri to'qayligi, turmushning murakkab sirliqligi tufaylidan odam bir kun farog'atda o'tsa, bir qancha kun asoratda o'tadi. Lekin hayotda farog'atlik kunlar hamon ko'p bo'ladi. Hayot haqiqatining mana shundoq shirin ham
Achchiq taraflarini asta tushunib yetgan Atxon 2 kundan keyin o'g'li bilan qayta ko'rishganda eshak va uchilik to'g'risidagi gaplarni zodi ig'izga olmadi. Bu sirning oshkoralanib, o'g'lining mu azoblanishini xohlamadi. Bu haqda Akbar ig'iz ochganda bo'lsa, o'zini tamkin va erkin tutib, "Hech gap yo'q o'g'lim. Shundaqla so'rab qo'ygan edim. Eshakka echekishib qoptikanman" degan gaplar bilan o'tkazibdi. "Dada, sen bu yerdan qachon chiqsan?" so'radi Akbar go'daklarcha xiyol bilan. "Men bek yolg'iz qoldim, qiynalib ketdim. Ilimsha akamning ahvolimi yaxshi emas. Qachon chiqishimni bilmayman bolam", dedi Atxon ulug' kichik tinib. "Lekin men o'zimgimi, Allohgimi oq, mening hech qanday gunohim yo'q. Bular meni xato solab qo'ydi. Uqishmaslik bo'ldi. Birarsi chaqdimi ya?" shubha bilan so'radi Akbar. "Kimmi chaqar bolam? Men kimga yomonlik qilgan?" Atxonning ko'nglida hech qanday shubha yo'q edi. "Behuda gumon qilmayli bolam. Gumon iymonni qochirdi." Bu oq ko'ngil, bag'ri yumshoq odam zaharlik chayonning hamisha kesak ostida yotadiganligini, ba'zi odamlarning ba'ayni tungi tashna o'qishdek bo'lum puchqoqlarda yurib kishilarga shumliq chillaydiganligini zodila xiyoliga keltirmaydi. Vaqt to'shib xo'shlashadigan chog'da Atxon Akbarga ko'z yeshi ichida mundoq dedi: "Balam, men oq, men pok. Buningga Alloh guvoh, osmonmi, yermi guvoh. Sen Baxtarxonga, Yahyo xo'jaga aytqin. Ular ishning ipini biladi. Xudo uchun bo'lsa-mu, biror yerga mening to'g'ramda arsinib boqsin. Ilm shani yo'qlab tur. Xo'sh balam, xo'sh." 8-bob tugidi.